ko'chib boraman. Men eshikning yonida turibman. O'tirib qo'yganim uchun uzr, yo'lda mashina ko'p ekan. Yo'lda mashina ko'p, yurish qiyin bo'lyapti. Qaysi tomondan kelyapsan? Bo'ldi, kelib qoldim. Ha. Yaxshi. Qayerdasan? O'ng tomoningizga qarang. Ha, ko'rdim. Bo'ldi. Bormisan? Sog'inib ket. Balki taklif qilarsiz? Yaxshi. Maryamxon, bugun men uyga bora olmasam kerak. Filialda zarur ish chiqib qoldi. Xo'p, Qani marhamat qilsinlar. Rahmat. Xo'sh. Qalay endi? Mensiz zerikib qolmadingmi? Yo'q, Tinchlikmi? tinchlik. Men seni ko'ray deb uzoq safardan uchib kelsam-u, sen bo'lsang, Piyoda kelsangiz ham bo'lardi. boyvachchang xafa qildimi? Kayfiyating yo'q. Tiling ham burroq bo'pti. Men sizga telefonda bunaqa xotamtoylik qilmang degandim-ku. Shunchaki o'tiribmiz, bu xotamtoylik emas. U yo'llarda qiynalib topganingizni yengil-yelpigina ishlatib olmay demoqchiman-da. Ancha o'zgaribsan. Ko'rmaganim 6 oy ichida juda o'zgarib ketibsan. Siz menga fohishaga qaragandek qaraysiz. Lekin men sizni yaxshi ko'rgandim. Qo'ysangchi. Unaqa emas Gulzoda. Haqiqatdan men o'zimni fohishaga aylanib qolganimni angladim. Hatto siz meni boshqacha tasavvur qila olmaysiz. Yuzimga qarab, boyvachcham haqida gapirasiz. Rashk ham qilmaysiz. O'rnomusam esingizga tushmaydi. Oshirib yording Gulzoda. Unaqa emas. Unaqa emas? Menga aytadigan gapingiz shumi? Xo'sh, siz nimani bilasiz? Siz aytayotgan o'sha boyvachcham Mansur aka bo'lmaganida men o'sha yo'llarda o'lib ketgan bo'lardim. U meni yurtimizga olib keldi. Menga qarashib meni guldek qilib qo'ydi. U meni yaxshi ko'radi, ammo siz ko'ngil nimaligini bilasizmi? Yo'q, bilmaysiz. Bilganingizda ko'ngilga buyruq berib bo'lmasligini anglardingiz. Men uni emas, sizni tanladim. Sizni yaxshi ko'rdim, oqibatda esa o'zimni buzuq ayolga chiqarib o'tiribman. Minnatdorchilik bildirish uchun boyvachchaning qo'yniga kirdim. Sizni qo'yningizga yaxshi ko'raman deb. Kirga botib ketdim. Menga qara. Qo'y shu gaplarni. Undan ko'ra mana undan olaylik, yangisi chiqibdi. Qitday qilaylik-da. Keyin yayrab o'tiraylik. Mardon, sizga dardimni aytdim. Hozir jonim. Men ketdim. Qayoqqa? Uyga. Birga borardik. Gulzoda, Kuzatmang. shoshma. Gulzoda, to'xta. Iltimos, pullaringizni xudo behudaga sovurmang. Ko'chadan topolmagansiz. Qo'llaringiz qavarib topgansiz. Xotiningizga olib borib bering. Ro'zg'oringizga sarflang. Xudo xohlasa, niyatlarim bor. Iloyim, Xudo xohlasin. Menga esa boshqa telefon qilmang. Yaxshi ko'rganim hurmati. Xo'p, iltimos. Gulzoda,
Sen meni noto'g'ri tushunding. Ketma. Birpas o'tiraylik. Shamol? Ye, Hamid. O'g'ayli bormisan? Seni ham ko'radigan kun bor ekan-u. Bormisan, o'rtoq? Ko'rmaysan? Qalaysan? Qo'yib qoldim lekin. Zo'r-ku, senikimi? Ha, endi bilasan-u. Bekorga seni Shamol deyishmaydi-da. Podshohlarni topasan. Qarab turib, hushimdan ketaydi-dim-a? U yoqdan qachon kelding? 3-4 kun bo'lib qoldi Hamid u yoqdan kelganimga. Ha, u yoqda ham rosa marjala bilan dam olgandirsan, ha? Endi bilasan-u, haqqimni qoldirmayman Hamid. Ha, gap yo'q. Qo'yib qoldim lekin o'rtoq, o'lmaysan, ha? Hamid, kirib yuzta ichaylik. Qandoq bo'lar ekan? Qanday bo'ladi? Ha, yurinda bo'lmasa. Hididan. Tayyormi? Ha, tayyor. Obke. Seni qo'lingdan nonushta qilish men uchun hamisha sharaf. Yo'qim ishtaha. Rahmat. Mansur aka. Aha. Mansur aka, Qulog'im senda, gapiraver. men ishga kirmoqchiman. Ishga? Ha. Nima? Zerikdingmi? Zerikkaningni anchadan beri sezib yuribman. Lekin to'g'ri o'ylabsan. Faqat bir ikkita doktorlardan o'tish kerak bo'ladi. Analiz topshirasan, shu bilan olam Guliston. To'ppa-to'g'ri ishga kirib ketaverasan. Kelishdikmi? Ha. O'zing yemaysanmi? Yo'q, rahmat. Yegim yo'q. Bo'lmasa bizga ruxsat. Amin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Allohu akbar. Rahmat jonim. Mana shu ish degan taxmazana nima keragi bor edi o'zi senga? Tilagan istaging bir lahzada muhayyo bo'lsa, nima yetmayapti senga? O'zimni taqdirimga o'zim xo'jayin bo'lmoqchiman. Bo'laver. Kim senga xalaqit beryapti? O'zim. Keyin kim? o'zim. Yana Men tirik ekanman. Hech kim senga xalaqit bera olmaydi. Kim u? o'zim. Yana Kim? yana siz. Men? Ha. Xullas Mansur aka. Bu bizning oxirgi uchrashuvimiz. Meni boshqa yo'qlamang. Men o'zimcha yashab ko'rmoqchiman. Meni to'g'ri tushuning. Tamoman kirga botib ketgan odamga o'xshayman.
agar hozir o'lsam, to'g'ri jahannamga tushadigan deyman. Sen charchabsan. Yotib damingni ol. O'zim qo'ng'iroq qilaman. Ravshanoy, ey, yur, tashqariga bir qara. Mardon aka, yuragim yoraydi deysiz. Qo'rqib ketdim. Hamma narsadan qo'rqaverasizmi endi xotin? Odam bu dunyoda qo'rqmay yashash kerak. Qani yur men bilan. Tashqariga chiqsa ekan, yur. Tinchlikmi? Tinchlik. Tashqariga chiqaylik, hozir ko'rasan. Ehtiyot bo'l. Sekin. Hovliqmay yur. Yur. Gapirsizchi, nimaga? Hozir. Xo'sh. Qalay, yoqdimi? Ha, yaxshi. Juda yaxshi. Kimniki? Bizniki, kimniki deganing nimasi? Voy. Bizniki? Rostami? Ha, endi mashinada yurasiz. Boyvachcha. Esingdami, Rossiyaga borib ishlab kelaman deganimda qancha ko'z yosh to'kkanding. Mana endi mashinani orqasida kerilib o'tirasiz. Eshikni och. Hozir. Yo'q, shoshma, o'zim ochaman, xo'p? Senga mumkin emas. Qo'lingni olib tur. Ana, sekin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keldingmi? Marhamat. Qalay? Yoqdimi senga? Yoqdi. Hali yap-yangi. Atigi 5 yilgina minilgan. Orqasida esa kichkina mana bunaqa urilgan joyi bor ekan. Uni o'rtoqlarimga aytsam 10 daqiqada tuzatib berishadi. Yaxshi. Menga qara, mana bu lattasi juda eskirib ketibdi-da. Voy Mardon aka, hozir yap-yangi do'kon bor. Hay, shoshma. Ha? Baraka topkir, shoshma. Og'ir oyoqsan, qayoqqa shoshyapsan? Ehtiyot bo'lib, sekin borib kelaver. Voy. Mardon aka, mana. Buni tashlab yuboramiz. Voy. Bu do'kon uchun seni endi bilasanmi bozorga tekin olib borib kelaman. Yo'q, Mardon aka. Mashina olaman ham demabsiz. Senga kutilmaganda bir sovg'a bo'lsin dedim-da. Yomonmi? Yaxshi. Yaxshimi? Yaxshimi? Yaxshi. O'zimcha. O'zingiz ham yaxshisiz. Ayt. Hali Xudo xohlasa niyatlarim katta. Ishlagani yana bir borib kelsam, mana bu uylarni ham, mana bu yoqdagisini ham qaytadan quraman. Xullas, hammasi zo'r bo'ladi. Mardon aka, bugun bir yaxshi ovqat qilay. Shunaqa qil. Qo'lingda bir ovqat yeysang ham. Hozir. Alo. Alo. Kim bu? Mansur aka, sizmisiz? Алло. Я плохо слышу. Ольга? Mansur aka. Meni ham eshiting. Iltimos. Men ham odamman-ku, meni ham eshiting. Faqat o'zingiz gapiryapsiz. Ольга. Да, это я, Мардон. Да. Ольга. Чего ты плачешь? Что случилось? Алло, ну говори, а? Mansur
aka, iltimos, menga boshqa telefon qilmang. Meni o'z holimga qo'ying. Yo'q. Yaxshi ko'rsangiz ham telefon qilmang. Iltimos. Ольга, за что я должен извинять? Не плачь, через полгода я приеду. А? Встреч не надо? Все, не плачь. Не плачь, все. Ну не плачь, говорю, все. Mansur aka. Qilgan hamma yaxshiliklaringizni unutmayman. Lekin yo'q, menga uylanishingiz keragi yo'q. Menga hech narsani keragi yo'q. Men oldingi hayotimni unutmoqchiman. Qaytadan yashamoqchiman. Что? Я к врачу? Анализы сдавать? Эй, ты чем болеешь? Чем? Эй, не шути. Не шути, говорю тебе. Ольга, это точно? Значит, я тоже, да? Не шути. Не шути, говорю тебе. Suyaganingiz uchun rahmat. Meni tinch qo'ying. Mansur aka, iltimos. Bilaman. Bilaman, siz yaxshi odamsiz. Bir yaxshilik qiling, iltimos. Rahmat. Rahmat. Siz yaxshi odamsiz. Yaxshiligingizni hech qachon unutmayman. Xayr. Mardon aka. Ha? Nima gap? Tinchlikmi? Tinchlik. Meni deb o'zga yurtlarda sarson sargardon bo'lib yurdingiz. Kechiring. Kechiring. Mardon aka. Mardon aka. Mazangiz bo'lmayaptimi? Ha. Unda ichkariga kirib yota qoling. Yo'q. Men toza havoda yotaman. Ichkarida o'zing yotaver. Biror nima bo'ldimi? Birdaniga o'zgarib qoldingiz. Bilmadim. Yo, biror bir yomon xabar eshitdingizmi? Bor. Kirib uxla.
yaxshi dam oling. Shamol? Mardon, o'zingmisan, qalaysan? Yaxshimisan? Ming yil bo'ldi-ya ko'rmaganimga. Yuribman. Uydagilar yaxshimi? Bormisan, tuzukmisan? Rahmat, o'zing qalaysan? Tinchlikmi? Speed markazini oldida turibsan? Shunaqa joymi bu? Shunaqa. Bunaqa bilmasdim. joyga ishing tushmasa og'ayni, xo'pmi? Yo, bu kimni kutyapsan? Ha, tez kelish kerak edi. Shuni kutib turgandim. Boshqa yoqda kutgin. Bunaqa joy soyasi o'ziga tushsin. Bunaqa joy dushmanimga ravo ko'rmayman. Bilmadim dedim Bu o'zi. yerdan nariroq yur og'ayni, xo'pmi? Menga qara, choyxonaga o'tsang-chi bir o'tamlashardik. Xo'p. O'tgin, xo'pmi? Xo'p. O'tmasang qara. Bo'ldi, albatta. O'taman. Xayr, sog' bo'lgin. Gulzoda. Rustamjon, Labbay. bir chekib keling. Tushunarli. Chekishni tashlaganman. Demak, yana konfet so'raman. O'sha Olga deganingiz qo'ng'iroq qildimi? Ha, o'sha. Nima dedi? Shunaqa kasal ekanman dedi. Xo'sh, qanaqa kasal ekan? Haligi speed dedi aka. Oitis? Nima degani u? Oitis speedning o'zbekchasi uka. Orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi. Tushundingizmi? Ehtimol sizni rahmingizni keltirish uchun Olga shunday degandir. Yo'q. U bunaqa birovni rahmiga qarab qoladigan qiz emas. Tushunarli. Bu yerga kelib to'g'ri ish qilibsiz. Endi sizni yaxshilab tekshirib ko'ramiz. Analiz topshirasiz. Xo'p. Kasal bo'lmasangiz, ko'nglingiz tinchiydi. Kasal bo'lsangiz, unda hisobga olamiz. Qanaqa hisobga? Cho'chimang. Davolash uchun hisobga olamiz. Bizda dori-darmon, muolaja hammasi bepul. Davolanish xufiyona kechadi. Bemorning shaxsi sir tutiladi. Lekin bir narsani aytib qo'yay uka. Analizlarning javobi qanday chiqishidan qat'iy nazar, yashash tarzingizni o'zgartirasiz. Endi boshqacha yashaysiz, Mardonbek. Qanaqa boshqacha? Bundan keyin nafsingizni tiyasiz.
har bir qadamingizni o'ylab bosasiz. Pala-partish, jinsiy aloqalarni yig'ishtirasiz. Tushundingizmi? Ha, tushundim. Undan keyin Olga Polgani ham xayolingizdan chiqaring. Xo'p. Chunki uka, yashashni ham o'z maromi bo'ladi. Agar kimda kim bu maromni buzsa, albatta u ham jazo oladi. Bilasizmi uka? Ba'zan bu kasallik meni nazarimda insoniyatning harom xarish yurishiga qarshi pokizalikning isyoni bo'lib tuyuladi. Tushundingizmi? Tushundim. Tushungan bo'lsangiz yaxshi. Xo'sh. Mardonbek, hozir analiz topshirasiz. Javobini qachon olishni sizga aytishadi. Tushundingizmi? Tushundim. Marhamat. Rahmat. Qilib kasal bo'lmang uka. Rahmat. Xo'p, Aytganingiz xayr. kelsin. Xayr. Men sizdan iltimos qilgandim. Men orqangdan poylab yurganim yo'q. Shunchaki yo'lim ustidan chiqib qolding. Nima qilay Gulzoda? Ko'zim senga tushganida nima qilayotganimni ham bilmay qolaman. Tushun. Axir baribir seni ko'rishim kerak edi. Men hamma baloni ko'rgan, yurak bag'rim tosh bo'lib ketgan odam deb o'ylardim o'zimni. Lekin seni uchratgan kunimdan keyin hayotim alg'ov-dalg'ov bo'lib ketdi. Sensiz qanday yashash kerakligini ham bilmayman. Meni ham odam deb o'ylaysizmi? Ha, Men esa o'zimni odam deb o'ylamayman. Hamma ifloslik menga yopishganday. Menga o'zi ham kirib ketmaydigan matoga o'xshayman. ammo bir kun meni desang, hamma narsadan kechaman. İstasang Toshkentda emas, Moskvada, Parijda yashaymiz. Meni qurbim yetadi. Boshimdan o'tgan hamma savdolarni unutmoqchiman. Bilasiz, mehnat qo'limdan keladi. Fahmu farosatim bor. Tibbiy ko'rikdan o'tsam bo'ldi, ishga kiraman. Mardonmi? O'sha shamolmi? Undan yer chiqadimi? Bir kun uyda bo'lsa, 10 kun Moskvada, Rossiyada. Uni ham bilasizmi? Bilaman. Uni ayblamang. Tirikchilikni toshdan qattiqligini siz bilmaysiz. O'zga yurtga borib, 2 so'm topib kelish uchun odamlar nimalarni qurbon qilishmaydi. Xo'sh. Nimani? Ha? Nimani? Or nomusni, muhabbatni. O'shanga tegmoqchimisan? Yo'q. Unga meni keragim yo'q. Uni oilasi bor. Ro'zg'ori bor. Men o'zimcha yashab ko'rmoqchiman. Iltimos, javobimni bering. Xayr.
Mardon aka, choy iching. Ichkim yo'q. Nonushta qilib oling. Yegim kelmayapti. Hozir bir ish bilan ketyapman. Xudo xohlasa ishlarim ongidan kelsa, seni boshimda ko'tarib yuraman. Hozir ham boshingizni ko'tarib yuribsiz. Siz borligingiz tufayli oyog'im yerga tegmayapti. Uchib yashayapman, Mardon aka. Xayriyat, sen borsan. Bo'pti, men ketdim. Mayli, O'zing ehtiyot qil. siz ham. Men seni sevaman. Yaxshi borib keling. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum. Ishonmayman senga. Qaraverasizmi? Assalomu alaykum. Analiz natijalarini bilmoqchi edim. Ismi sharifingizni aytib boring. Xolmatov Mardon. Xolmatov. Ha, to'xtab tur. Xolmatov, Xolmatov, Xolmatov. Mana Xolmatov. Xo'sh. Ijobiy chiqibdi. Endi vrachga uchrashingiz kerak. Ijobiy? Xolmatov, qog'ozni bering bu yoqqa. Assalomu alaykum doktor, mumkinmi? Ijobiy chiqdi aka. Mana pastdan berib yuborishdi. Ehtimol salbiy chiqqandir. Yo'q, hamshira aytdi ijobiy. Mana yozib ham qo'yibdi. Yaxshiyam sizlarga uchrashdim. Ko'zimga dunyo qorong'i bo'lib ketdi-yu, 2-3 kundan beri uxlaganim ham yo'q umuman, doktor. Aka? Ijobiy chiqibdi-da. Ha, ijobiy? Salbiy chiqqanida yaxshiroq bo'lardi. Ha, mayli. Demak endi birga kurashamiz uka. Nima? Undan chiqdi. Men ham o'shanaqa kasalmanmi?
Mardon aka? Alo? Mardon aka? Eshityapsizmi? Qayerdasiz? Qachon kelasiz? Alo? Ravshanoy. Men hozir boraman. Xo'p, tezroq keling. Beriga. Mana sochiq. O'tir. Senda gapim bor. Ayting. Aytavering. Men bugun doktorga borgandim. Doktorga kasal ekanmisiz? Mardon aka, qaratamiz. Qaratamiz. Meni aytdi deysiz, hech narsa ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Sen ham borishing kerak. Men ham Sen ham borishing shart. nega? Sen ham borishing kerak dedim. Qanaqa kasal ekan? Nima edi? Xullas yomon. Yomon kasallik. Yomon. Voy. Tanosizmi? Yo'q. Voy, qanaqa kasal ekan? Gapiring. Xullas menda oif bor ekan. Voy. Uningiz nimasi? Odam immunotanqislik virusi. Voy, qanaqa virus? Xullas Xo'sh. menda spid bor ekan. Spid. Ravshanoy, to'xta, shoshma. O'zingni bos. Meni kechir. Spid. Yo'q, sizda qayerdan paydo bo'libdi bu kasallik? Uni nimadan paydo bo'lishini bilasanmi? Eshitganman. Ana o'shandan. O'shandan? O'shandan deng. O'shandan. Shunda boramiz, yarim soatda qaytamiz. Shunga shunchami? Serjant Qosimov.
Tushing mashinadan. Nega yashirinyapsiz? O'zim Odam o'zidan ham o'zi yashirinadimi? Qani hujjatlarni ko'rsatingchi. xo'p, Biror bir xavotiringiz bordir-da. Meni ko'rib bekinib oldingiz. mana Mashinani ichini 1000 tanga qilyapsiz. Nega qo'lingiz qaltirayapti? Odam o'ldirgandek. yo'q, Hujjatlaringiz joyida. Nega yashirindingiz? to'g'risini aytsam aka, birovdan qarzim bor edi. Shuni ko'rib qoldim. To'lash shu dastdan chiqsang qarz olda boyvachcha. Xo'p aka. Yashirinishingni qara. Uyalmaysanmi? Mendan ham birov qarz olib qochib yuribdi. Halol yashashni o'rganlaring bunday. O'rganaman aka. Nimani? Halol yashashni o'rganaman. Gapingni qara. Avval halollikni o'rgan. Bandasidan qochib qutularsan. O'rgildim. Men hujjatingni ol. Marhamat o'ting. Nima bo'ldi? Sog' ekanman. Nima? Kasal emas ekanman. Sog' ekanman. Ey Alloh. O'zingga shukr. Nima bo'lar ekan? O'zingiz bosing. Men sog' bo'lgandan keyin bola ham sog' bo'ladi-da. Kasalingiz atrofdagilar uchun xavfli emas. Faqat endi juda ehtiyot bo'lib yashashingiz lozim. Nima? Men rostdan ham o'shanaqa kasalmanmi? Ehtimol unday emasdir. Analizlar shuni ko'rsatyapti, Gulzodaxon. Balki anglashilmovchilik bo'layotgandir. Yo'q, Gulzodaxon, afsuski biz adashmaymiz. Endi bundan bu yog'iga o'zingiz juda ham ehtiyot qilib yashasangiz, uzoq umr ko'rasiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Voy. Endi nima bo'ladi? O'lamanmi? Yo'q, nega bunday deysiz? Yashaysiz, ko'p yashaysiz. Faqat aytganimdek, o'zingizni asrab, yaxshi ovqatlanib, har xil shamollashlardan ehtiyot bo'lib yursangiz, hammasi joyida bo'ladi. Qoningiz esa birovga tegmasligi lozim. Betob bo'lib qolsangiz, hech ham siqilmang. Darrov bizning oldimizga keling. Gulzodaxon, bizning markazimizda hamma dorilar bor. Shu bilan birga bu kasallikni davolash uchun markazimiz zamonaviy uskunalar bilan ta'minlangan. Malakali vrachlarimiz esa dunyodagi eng ilg'or davolash uslublarini qo'llashadi. Yig'lamang. Endi yig'lash o'rniga biz siz bilan bu kasallikni qanday qilib yengishni o'rganishimiz zarur. Uning uchun mustahkam iroda kerak. O'shanda uzoq umr ko'rasiz. Opajon. Iltimos yig'lab oling, ruxsat bering. Keyin hech qachon yig'lamayman.
O'tgan oydagi ishlarimiz meni qoniqtirmadi. Korxona degan biror foyda keltirish uchun ishlashi kerakmi? Sizlarga cho'ntagimdan pul to'layverib, o'rgatib qo'ydim shekilli. Biz esa faqat ziyoniga ishlaymiz. Bu korxonani yopishdan boshqa choramiz qolmadi. Labay Mansur Qudratovich. Ahmadali. Tovus korxonasini kasodga uchragani to'g'risida hujjatlarni tayyorlang. Xo'p bo'ladi. Alo. Va alaykum assalom. Ha, o'zim. Telefon qilganingdan juda xursandman. Nima? Analiz topshiraman. Shoshma. Kasalning nomini nima deding? Yaxshi, sen o'zingni o'rniltirma. Sizlarga javob. Shoshmanglar. Yana bir imkoniyat beraman. Ahmadali. Labay. Sen haligi hujjatlarni tayyorlamay tur. Xo'p. Hozir Rustam akangni chaqir. Xo'p bo'ladi. Ishinglarga boringlar. Rahmat aka. Xudo xolasa ishimiz yaxshi bo'ladi. Mardon aka, sizni o'sha yoqqa borishingizni kimga keragi bor-da? Kimga keragi bor edi? Anavi pachoq Matisingizni olish uchunmi? Ha? Yo, allaqanday qizlar bilan aysh qilishingiz uchunmi? Gapiring. Hammayam 2 so'm pulini shu yerda topayapti-ku. To'g'rimi? To'g'ri. Lekin siz oilangizni o'ylagansiz, qarindoshlaringizni o'ylagansiz. Nima bo'ldi sizga? Gapirsangchi. Ravshanoy. Nima? Meni Xudo urdi. Xudo urdi.
Ahmadali. Ertaga ishga kelamanmi yo'qmi? Men aytgan ishlarni bajar. Xo'p, Mansur aka. Yodingdan chiqarma. Bugun esa bor. Damin ol. Siz Boraver. Rustam akangni chaqir. Bor. xo'p, xayr. Alo. Maryamxon. Va alaykum assalom. Bugun men uyga bora olmayman. Zarur ish chiqib qoldi. Xo'p. Labbay xo'jayin. Uygami? Rustam, men sal turib ketaman. Sen bugun o'zing uyga ketaver. Faqat kalitni qoldirib ket. Mayli. Tinchlikmi? Tinchlik. Zarur ishim bor. Shuni hal qilishim kerak. Ehtiyot bo'ling. Xayr. Rustam. Xayr. Xayr. Mardon aka. Mardon aka. Voy. Mardon aka, meni qo'rqitmang, iltimos qilaman sizdan. Qo'rqitmang. Voy, ko'zingizni oching. O'zingizga keling. Meni kechir. Nima? Meni kechir. Men aybdorman. Yo'q. Men aybdorman. Siz o'zga mamlakatlarga ishlashga borgan men aybdorman. Meni kechiring. 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 Yo'q. Men bu dunyoda yashashni o'yin deb bilibman. Meni kechir. Boshqa gapirmang, jon Mardon aka, gapirmang. Kechir. Gapirmang. Kechir. Endi chidashimiz kerak.
Roshala. Xudo bir yo'l ko'rsatar. Boshqa gapirmang. Iltimos qilaman. Boshqa gapirmang, meni qo'rqitmang. Qo'rqitmang. Xudo. Alo, Gulzoda, eshikni och. Men keldim. siz? Ha, men. Sog'misiz? Doktorlar nima dedi? Xorijga ketadigan bo'lib qoldim. Seni ko'rib ketishim kerak edi. Zarur gapim bor. Avval choy qo'y. Ichkariga kiring. Hozir choy qaynaydi. Gulzoda, men ham kasal ekanman. Ammo meni kasalligimning ahamiyati yo'q. Hamma gap sen haqingda. Qani endi Xudoyim menga 1000 ta jon bergan bo'lsa-yu, hammasini senga bersam, sen o'ynab kulib yursang. Nimaga meni deb kuyunyapsiz? Axir men Chunki senga bu illatni men yuqtirganman. Qo'lim hamma narsaga yetgani uchun bu dunyoda bir rohat qilib yashamoqchi bo'lganman. Chet el sayohatlari, olifta restoranlar, har xil qizlar. Bir oddiy oila bir yilda yeyishi mumkin bo'lgan nozi ne'matni bitta dasturxonga sovurganman. Senga duch kelgunimga qadar shunday yashaganman. Tepada Xudo borligini unutganman. Atrofimda odamlar borligini unutganman. Xudoning qahrini keltirgan bir kunim yuqtirganman bu dardni. Parvardigorning ham sabr kosasi to'lgan. Qilmishingga yarasha jazoingni ol degan. Sen va senga o'xshaganlarga bu dunyoda o'rin yo'q degani bu.
insonligingni unutding degani bu. Mana oqibati. Seni ham o'z girdobimga tortib o'tiribman. Gulzoda, xotinimdan ko'rmagan farzandni sendan ko'rmoqchi edim. Yo'q. Bu kasalni men sizga yuqtirdim. Nima bo'lsa bo'lgandir. Xullas, Xudo bizga qiyomatni yubordi. Qiyomat esa bundan ortiq bo'lmaydi. Gulzoda, men ketdim. Xayr. Shunday qilib biz yashashimiz kerak ekan. Yashashimiz kerak. Yashashimiz kerak. Men bolani kesirva qildiraman. Kesirva qilinsa sog'lom tug'ilar ekan. Sen sog'lomsan-a? Ko'nglim tinch bo'lishi uchun har ehtimolga qarshi Gulzoda, menman. Ha, uydaman. Koridordagi sumkangni ochdingmi? O'sha senga. Bilasanmi Gulzoda? Men seni bir umr yaxshi ko'rganman. Yaxshi ko'raman. Va yaxshi ko'rib qolaman.
Xayr. Sekin. Ehtiyot bo'l. Shoshmasdan. Yaxshi. Bo'la qoling. Bo'ldi. Qo'lingni ber. Sekin. Shoshma. Yaxshi bo'ladi, Xudo xolasa hammasi ravshanoy. Shoshmay tur, o'rindiqni orqaga tortay. Qo'lingni ber. Sekin. Ehtiyot bo'l. Shoshmasdan. O'zim yordamlashib boraman. Yaxshilab o'tirib ol. Qiynalmayapsanmi? Dadasi, Ha. meni hozir tug'ruqxonaga olib borasiz. Ichimda sizni farzandingiz deb sinib turibdi. Keling, ana shu bir parcha etni duo qiling. Ota duosi ijobat deyishadi. Iltimos duo qiling. Farzandimiz yorug' dunyoga sog' salomat kelsin deb duo qiling. Iltimos. Xo'p bo'ladi. Allohim, Ilohi amin. shu dunyoga keladigan farzandim barcha dardlardan xalos bo'lib dunyoga kelsin. Ilohim. Unga baxt ber. Menga yuborgan la'natlaring unga tegmasin. Ilohim. Uni faqat halol yo'llarga boshla. Menga bolamni to'yini ko'rish nasib etadimi, yo'qmi bilmayman. Lekin katta bo'lganida onasiga ko'makchi bo'lsin. Ilohim. Oqil farzand bo'lsin. Yomonlardan yiroq yursin. Ilohim. O'lganimdan keyin orqamda bo'zlab qoladiganim shu. Uni umrini uzoq qil, senga topshirdim. Allohim, sendan o'tinib so'rayman. Men ko'rgan azoblarni farzandim ko'rmasin. Ilohim. Amin. Allohu akbar. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Alloh eshitdi bizni. Eshitdi. Sekin. Hozir. Ravshanoy, senmisan? Nima? Tug'ildi? Qancha? 3,5 kilomi? Zo'r. Tabriklayman. Zo'r deyapman, qo'ysaychi. Menga qara, operatsiya qanday o'tdi, yaxshimi? Yaxshi. Mana ko'rdingmi jonim, qilgan iltijolarimiz ijobat bo'ldi. Ha, aytganday Ravshanoy, otini Mehriddin qo'ysak, nima deysan?
Mehriddin chiroyli ism-ku. Ha, Mehriddin. Yaxshi. Menga qara, sog'ligingni o'yla. O'zingni urintirma. U bir narsa kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilaver. Tushundingmi? Men doktor bilan gaplashdim. Xavotirlanma, hammasi yaxshi bo'ladi. Baxtimga sog' bo'lsang bo'ldi. Zerikmay o'tir, xo'p? Yaxshi. Men seni sevaman. Mayli. Farzand muborak bo'lsin. Rahmat. O'g'ilmi? Tabriklayman. O'g'il opa. Ha, umri bilan bergan bo'lsin. Rahmat. Zo'ra. Ha. O'g'il ekan. Qarang-ya, quvonch ichiga sig'maydi. Chiroyli bog' ekan-a? Ha, juda ham chiroyli. O'g'lingiz yaxshimi? Ismini Mehriddin qo'ydik. O'zing ishlaring qalay? Yomon emas. Mas'ur akani eshitdingizmi? Yo'q. Mansur aka endi yo'q. Nega yo'q? Avtohalokatga uchradi. Voy tavba. Joy jannatda bo'lsin. Allohu akbar. Gulzoda, bilasanmi? Agar ota-onam seni yetimxonadan chiqqan qiz deb past nazar bilan qarashmaganida, butkul taqdirimiz boshqacha bo'lgan bo'lardi. Men ham ota-onamning ta'ziqlariga bardosh berganimda bu ishlar bo'lmasdi. Birga bo'lardik. Taqdir ekan. Baxtni pulga sotib olib bo'lmas ekan. To'g'ri. Men ham birovlarning gapiga kirib, boy bo'lmasam kun yo'q ekan deb o'zga yurtga borib sarson sargardon bo'lib yurmaganimda biz birga bo'lardik. Nailoj, peshonamizga shu savdolar yozilgan ekan. Men ishga joylashdim. Meni tushli vaqtim tugadi. Xayr. Dunyoda OIDS paydo bo'lgandan beri insoniyatning 60 million nafarini o'z komiga tortdi va ulardan 25 million nafarini hayotdan ko'z yumishiga olib keldi. Gunohlar ko'p bo'lsa, kechirmas dunyo. Hayotning charxidan o'tamiz. Ko'rinmas kishanlar soladi go'yo. Jabrlar kelganda sabr kutamiz. Bir umr azoblarga xabir xato. Xatoni kech anglab yetamiz. Umidim quyoshini so'ndirma. Taqdir ko'zimga yosh to'ldirma. Baxtga beringiz imkon, dunyoda mehmon inson, qalblarda unsin iymon.
ko'zimga yosh to'ldirma